Aras, suyganim, sen nemishqa yo'q. Tarjimada Gulnoz Tursun Ibrat. Ovozda Gulnigar Nurtay. Aras, suyganim, sen nemishqa yo'q. Qara, havo qizardi. Yomg'irmi yog'di? Yog'di. Qattiq guldirmamu? Ba. Aras suyganim. Sen havanın güldürülüşüden qo'rqadan shundaqmi? Kashki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsang. Ikkimiz bir kunlikni ishiltatdik. Söygüde chiliq ho'l bo'latdik. Qarong'i tushib, shaharning butun chiroqlari yonadi. Kashki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsang. Balkim ko'zlaring bilan shaharni yana bir qaytim yo'rtgan bo'latding. Ammo sen yo'q. Halbuki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsang, nima degan yaxshi bo'ladi? Aras, suyganim, sen nemishqa yo'q. Suygida bir umrni ikki kishilik yashaydik. Xayrli kechalarimga xayrli saharlarim bo'ladi. Kashki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsang. Tarko'chilar dunyoni sug'diratdik. Qo'l tutishib mang'atdik. Har yangi kun bo'lgan butun ishlarga qarshi biz yana bilidab aslimlarni texmobek ko'nratdik. Kashki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsang, o'xshash baharning tunjilarini yashab, o'xshash faslning oxirida muzlag'ancha bir-birimizni quchoqlaydik. Ammo sen yo'q. Halbuki, hozir yonimda bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi? Aras, suyganim, sen nemishqa yo'q? Birga o'ltirib ko'rgan bir filmdan qo'rqqan chog'ingda meni quchoqlab olading. Yoki men seni tizlaringda uxlab qolatdim. Kashki hozir yonimda bo'lgan bo'lsang. Og'rib qolganimda, men yoningda deb saqayib, og'rib qolganingda o'zimni og'ritib qo'ygudek saqayishingni o'ylaydim. Kashki hozir yonimda bo'lgan bo'lsang. Yiroqlashganimizda gap talishib urishatdik. Bir mezgildan keyin gap so'zsiz ko'zlarimiz uchrashib atlashatdik. Ammo sen yo'q. Halbuki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsang, nima degan yaxshi bo'ladi? Aras suyganim, sen nemishqa yo'q? Halbuki bir chaqlarda suydig'ingni bekmi chiroyli so'zlayding. Men bu bek chiroyli ishonatdim. Demasangmi ishonishga majbur edim, chunki suyatdim. Lavlaringdan yolg'on to'kilsa, men suygu deb yig'ib olatdim. Sen bilan bir daraxtning bo'lmagan mevlarga o'xshaydik. Bek yig'ladim. Shunchalik yig'ladimki, seni bek cho'ng bildim. Sen butun bo'lganlarimni to'plab akatding. Bo'lmaslar va bo'lmaydiganlar menda qoldi. Seni bo'lishiga qo'yib berdim. Umi bo'lmadi. Halbuki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsang, nima degan yaxshi bo'ladi? Aras, suyganim, sen nemishqa yo'q? Seni o'zimdimi bek suyganim uchunmi? Yoki o'zingda meni hech suymaganing uchunmi? Har ikkisi emas suyganim. Sen yo'qligingni ichimda hamma narsa deb to'plab, borlig'imni bir hechdek yashashni o'rgatganing uchun yo'q. Halbuki, hozir yonimda bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi? Issiqsimizdan Sarkan O'zal.